Hammaga salom do'stlar. Xo'sh, jetalar, men sizlarni tayyor bo'lgan mehmonxona bilan tabriklashim mumkin. Rahmat Kompot. Xo'p, biz endi bu yerga sizlar o'zlaring joylashishlaring mumkin. Men bu yerni ochiq deb e'lon qilsam maylimi? Mayli, bemalol. Unda qani 1 2 3. Mana endi mehmonxona ochildi. Bemalol uni ichiga kirib joylashishlaring mumkin, jetalar. Mayli, senga ham rahmat, Kompot. Biz buni birgalikda qildik. Naq ko'p vaqtimiz, mehnatimiz ketdi. Naq 1 yildan oshiq vaqtimiz ketdi. Unda jetalar kirib joylashib olibdi. Biz ham u mehmonxonaga kirishga harakat qilamiz. Hammaga salom. Sizlar bilan men Kompot hozir biza, ya'ni qishloqlar bilan birgalikda mana shu chiroyli 2 qavatlik mehmonxonani qurib bitirdik. Endi bo'lsa bu mehmonxonaga qishloqlar, jetalar kirib joylashdi. Men bo'lsa hozir men ham joylashaman va jetalardan joy qolgan bo'lishi mumkin. Har bir qavatda 3 tadan xonalar mavjud va hamma sharoit bor. Juda ham chiroyli uylar. Menga bu juda ham yoqdi. Unda biz 2-qavatdan uy olamiz. Yo'q, birinchi bo'lib 1-qavatdan olaman, chunki kirib chiqishga yaxshiroq bo'ladi. Qani, unda 1-qavatga asta kiramiz. Ha, Kompot, bu yerda nima ishing bor? Ha, sen bu yerni olib bo'ldingmi? Ha, bu yer meniki. Bu yerdan chiqib ket. Mayli, unda do'stlar 2-qavatga chiqamiz. Qani, salom, Kompot. Nima qilmoqchisan? Bu yerda men olib bo'ldim. Tez chiq. Bu yer meniki. Mayli, unda bu yerdan ham chiqaman. Unda men qayerda yashayman? Ha, Kompot, nima ishing bor bu yerda? Bu yer ham bandmi? Unda men qayerda yashayman? Boshqa joy borligini bilasanmi shu yerdan? Yo'q, men bilmayman. Xohlagan joyingda yashayver. Nima? Demak, biz do'stlar ko'chada yashaymizmi? Rostdan ham ko'chadami? Nima? O'zim qurgan mehmonxonada o'zim yasholmasam, nahotki qanday qilib? Mayli, nima bo'lsa bo'ldi, o'zing yashayver. Xo'p, biz endi nima qilamiz? Axir mehmonxonani hamma yeri band bo'lsa, endi qanday qilib biz mehmonxonada yashaymiz? Unda qayer bor? Shoshma. Bu yer mana shu yerdan uy quramiz. Qani, bu yer nima ekan o'zi? Bu yerdan so'rab ko'raychi. Mana bu yerdagi omborxona nima solinadi? U yerga hamma musorlar solinadi. Musorlar? Demak, bu yer omborxonami? Unda mayli, yaxshi qo. Endi bo'lsa buni olib tashlaymiz va ana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, endi eshikni ochamiz. Vau, bu men uchun juda ham ideal uy. Bu yerga men rostdan ham hamma jihozlarimni olib kelaman va bu yerga joylashaman. Bu yer juda ham shinam va tagiga gilam ham qo'yib qo'yaman, oyoq issiq bo'lishi uchun. Bu yerlarga qizil gilam qo'yaman, kravat qo'yaman, hammasini joylashtiraman. Xo'p, unda men bu uyimdan narsa olib kelishga hozir bormoqchiman. Unda qani ketdik, uyimizdan narsalarni olib kelaman va biz o'sha yerda mazza qilib yashayman. Mana ko'rib turibsizlar, shu yerning ichida narsalar bor. Mana men o'zimga kerakli narsalarni uyimdan oldim. Naq bu yarim uyda narsalari, lutlari hisoblanadi. Qani, xo'p, biz endi mehmonxonaga kirib, u yerda o'zimizga yaxshi bo'lgan shinam joyni, omborxonani, ya'ni sasib yotgan omborxonani chiroyli omborxonaga aylantiramiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz seyfni qo'yib olamiz. Shu yerga qo'ysam ekan? Yo'q. Bu yerga bu yergami? Yo'q. Bu yergami? Yo'q. Bu yerga qo'ysam ekan? Yo'q. Yaxshisi birinchi bo'lib anaqalarni qo'yib chiqaman. Chestlarni. Sandiq. Va men seyfni qayerga qo'ysam ekan? Chunki seyf ko'rinmasligi kerak. Birov ko'rsa juda ham yomon ish bo'ladi va o'g'irlab ketishi mumkin
va mana endi bu hech qayerdan ko'rinmaydi. Bu yerni kabliston bilan yopib tashlayman va pechga. Ana endi umuman ana safe pave ko'ringani yo'q va mana ochsa bo'ladi. O'zim ko'rsam bo'ldi-ku. Mana bu omborga uje shinam hisoblandi. Mana bu yerga kravat qo'yamiz. Men bu yerda mazza qilib yotishim uchun va ko'rib turibsiz, hamma yer shinam bo'lib ketyapti. Seyflar ham ochiladi, sandiq ham ochiladi va men bu yerga stol bu yerga qo'ysammikan yoki bu yerga shamol kelib turadi bu yerga yoki tashqarini ko'raman. Yo'q, bu yergami? Bu yergami? Yo'q, bunday qilsa ham bo'lmaydi, chunki tagidan yura olmayman. Mana bu yerga qo'yaman va shu yer men uchun qulay. Endi bo'lsa men kompyuterni qo'yaman, endi bo'lsa monitorni pastga qo'yamiz, chunki hamma kompyuterni monitori pastda bo'ladi. Bu yerga kofe qo'ysam ekan? Yo'q, kofeni bu yerga qo'ymayman. Yaxshisi bu yerga gul qo'yib qo'yaman, chunki tashqarida ham gul bor, havo almashib turadi. Endi bo'lsa bu yerga duxovkani qo'yib olaman. Qayergadir yo'q. Birinchi bo'lib polni issiqqina oyog'imiz issiq bo'lib yurishi uchun mana shu yerga gilam to'shab chiqaman va mana hozir yana ozgina siz esa kanalga obuna bo'lib meni kuzatishda davom eting. Xo'p, ana endi nam bo'lmaydi, oyog'imdan zax o'tmaydi, issiqqinada oyog'im issiq va men bu yerga duxovka qo'yaman va ustiga gazning temirini qo'yaman va mana endi xohlagan ovqatda pishirib yeyishimiz mumkin do'stlar. Xo'p, endi do'stlar birgalikda hozir mana bu yerga ya'ni tepadan qo'yib qo'yamiz, chunki bu gazda pishirganda tutunni tortadigan apparat hamma bilsa kerak, uyda bor. Xo'p, biz bu yerga hozir shkaf qo'ysam ekan? Yo'q, yaxshisi soat qo'yaman. Chunki turgandan soatni ko'rishim kerak va maktabga borishim kerak. O'shaning uchun va men bu yerga shkafni ham qo'yaman. Ichida har xil jihozlar turadi, ovqat yoki boshqa narsa. Xo'p, endi bu yerga kafeni ham qo'yib olish kerak. Kofeni ana qo'yildi. Mazza qilib kompyuter o'ynab, kofe ichib, mazza qilib o'tiraman. Endi bo'lsa svetni qo'yishim kerak. Qayerga qo'yishni bilmayman. Shuning uchun yo'q. Mana bu yerga akvarium qo'yildi. Juda ham yaxshi ideya. Endi bo'lsa tepaga lampani qo'yishim kerak. Juda ham sasib yotgan omborxonani qanday chiroyli qildim, do'stlar. Lampa bunday yo'q, bu bunday turmaydi. Yaxshisi lampani tepaga chiqib bunday qo'yamiz. Yo'q, bunday turmaydi. Chapdan qo'ysak, mana endi lampa yarashdi va lampa to'g'ri turdi. Xo'p, endi bo'lsa biz sizlar bilan birgalikda uyimizni ko'rdik. Keyin uyimdan yana bir ikkita narsalarni ham olib keldim. Seyflarni ham qo'ydim. Hamma yerni qo'ydim. Seyflar ochiladigan va xavfsiz bo'ldi. Unda men yaxshisi uyimga boray va uyimdan rasm olib keldim. Chunki hamma yer xunuk turmasligi uchun yana rasm ham qo'shib qo'yaman. Bu ikkita koblistonni ham qoplash kerak, o'shaning uchun ikkitalik surat bo'lishi kerak. Yo'q, bu qoplamaydi. Bu yerga yo'q, bu ham ikkita bo'lgani yo'q. Mayli, shu yerda turaversin. Havo mazza omborxonani uyga aylantirdim. Nahotki bunga o'zim ishonmayapman. Siz esa videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men bo'lsa yana videolar chiqarishda davom ettiraman. Bu yog'ochni nariyoqqa olib ketaman va mana uyimga ham kelib oldim do'stlar. Endi uydan o'zimni narsalarimni olib ketaman. Telefon, kirka, izamrud. Va bu eski uyam kimga qolsa qolsin, lekin men o'zim yangi mehmonxonada yashayman. Salom. Jitel, sen yaxshi uy topdingmi? Ha, Jitel, men uy topdim. Yaxshi, unda yashayver. Mayli do'stlar, biz yashayveramiz. Jitel ham mendan so'rayapti, uy topdingmi deb. Men bo'lsa uy topdim, endi bo'lsa mazza qilib yashayman.
Hammaga xayr, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna va videoga like so'rayman. Qani